Assalomu alaykum hammaga, kanalimiz a'zolari mehmonlariga. Xudo xolasa, keyin albatta eslanamiz. Xorazm viloyati Xanqa tumaniga tayyorlayapmiz. 6 dona qolipini chetda akalarimizga. Ichiga list tushadigan variantda bo'lgan xana qoliplari. Bu uzun bakov qismlar. Mishalkamiz 220 ga moslangan mishalkamiz. Kranilarni ham xudo xolasa asfaltda kranlarni qo'yib chiqarib beryapmiz. Turbalar ham katta 100 li turbada chiqadi mesela. Yarim kubali mishalkamiz ular. Kichkina bakov qismlari qoliplarimiz. Uzun bakovlar qisib ushlab turgan qismlar ular. Mishalkamiz Xorazm shu Xanqa shahriga chiqib ketyapti. Keyingi mishalkamizni Farg'onaga tayyorlayapmiz o'zimizga. Ularga ham xudo xolasa 10 dona qolipi bilan chiqadi, ichiga list tushadigan variantda chiqadi. 10 ta qolipi bilan. Paddon qismlar ular. 2 profillardan ishlatamiz yonlariga do'stlar. Unaqa 1 ga 1, 1,5 ga 1,5 profillar ishlamaydi. Taglari 8 ga 4, 2 stina qalinlikda ishlaydi profillar. Valna qorin qo'yib yuborish degan narsalar xudo xolasa bu qoliplarda umuman kuzatilmaydi. Shu bir tonnali bochkamizni Xorazmga tayyorlaganmiz. Tepada shablon bochkalar, bular ham montajlari kraskadan keyin bo'ladi. 2 tonnali bochkamiz bittasi yangi Qo'rg'onga chiqadi. Bittasi Andijon viloyatiga chiqadi xudo xolasa. Bu 1 tonna 300 litrlik bochkamiz, 10 ta qolip kompleks akamizga Farg'onaga chiqib ketadi bochkamiz. Hammasi zakaz bo'yicha kelgan. 2,5 tonnali bochkalar ichida pechka qurilgan ular ichiga. Pechkalarni ko'rsatib o'tamiz. Shundan garilga tiqib qo'yiladi. Turbalar ketgan o'rtalaridan tepa pastga yonboshlarga. Oralari ham bir xilda do'stlar. Bu o'sha shablon bochkalari bor. 130 litrli hammasi 110 litrda kuyiladi rasvorlari. 20 litrdan zapas bilan tayyorlanadi bochkalarimiz. Pena bular gaza bo'lsa nima kerak bo'lsa bemalol ekranda raqamli aloqa chiqarasiz, O'zbekiston bo'ladi. Dastlab hisoblanib qoldi. Sizlar like tugmasini bosib kanalga a'zo qo'shishingizni so'raman. Bu listlar va sanasiz razrli sistemada keltirilgan mana. Oralariga kanal bosish qilgan. Har 20 sm ga. O'sha ichiga list tushadigan qoliplarimizni listlari ular.